Assalomu alaykum. Mana bugungi kunda Paxtavod tumani hokimligi vakillari Turon bank bilan birgalikda bu limonchilik sohasini rivojlantirish masalalari bo'yicha seminar tashkil qilinmoqda. Bu seminardan biz o'zimizga yarasha kerakli xulosalarni oldik. Yana keyingi ishlarimizda limonchilik bo'yicha Turon bank vakillari bilan birgalikda, hokimlik vakillari bilan birgalikda bu ishlarimizni kengaytirmoqchiman. Bizning mahallamiz Paxtavod tumani Madaniyat qishlog'i Anjom mahallasi fuqarolar yig'inida joylashgan. Bizning mahallamizda bunaqa limon ekan xonadonlarimiz juda ko'p. Bir-birlarimiz bilan maslahatlashib, bilganimizni bilmaganga o'rgatib, bilganlardan o'rganib, oilamizga qo'shimcha daromad topib kelyapmiz limon orqasidan. Mana Turon bank vakillariga ham katta rahmat. Mana bugungi seminarimizda biz xursand bo'ldik. Mana chet davlatlardan ham bizga ish almashgani o'rgatgani Erondan bizga o'rgatishga mehmonlar kelibdi. Bulardan gaplashdik. Bular bilan yana tajriba o'rganib, birgalikda bu ishimizni davom ettirmoqchimiz. Men bu limonni qishga saqlamaga qo'yaman o'zim. Qo'yib, mana bu yil 5 tonna limon saqladim. 5-6 oy saqlab, mana bozorimizga, ichki bozorga xalqimizni dasturxoniga to'kin sochim bo'lish uchun bir o'z hissamni qo'shdim deb o'ylayman. Endilikda yana bu joylarni kengaytirish maqsadida mana Turon bank vakillari bilan kelishdik. Bizga yordam berib, kam foizli kredit asosida yana kelasi yilga bu joylarni kengaytirib, yanada xonadonimizda ishchi o'rnini kengaytirish maqsad. Mana ko'rib turib so'rasinglar, buni bir bekitib qo'yadigan joy yo'q. Mana hosillarga keldi, mana xudo xolasa. Yana oz muddatda bu pishib, xalqimizni dasturxoniga yetkazib beramiz, xudo xolasa.